Barz aka. Assalomu alaykum. O'tiring Barz aka, gap bor. O'tiring. Anu, bexos o'g'lisiga ayting. Bizning ham uyga bir telefon o'rnatib bersin. Bizning ham uyda telefon bo'lsin. Qachongacha anu qo'shiniga chiqib, mana qo'shiniga chiqib iltimos qilamiz. Iltimos. O'zingizni rozi qilaman. Harakat qilaman, aytishga. Vaqti bo'lsa kirib chiqib ketaman. Aka, rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum dedi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Uzunmisan? Rahmat. Aqli ading yetdilarmi? Yetdilar. Shuni qachon qilib berasan, ha? 2 yildan beri attest ishlaysan, biron marta qilib bermaysan. Hammaligini qilib berding, lekin meniki qolib ketdi. Bo'ldi, qilib beraman. Qachongacha u yoqqa, bu yoqqa yuraman, telefon qidirib. Siz aytgan 40-10-25 nomer olib qo'yganman. Faqat 40-10-25 Yo'q, bo'ldi, 40-10-25 olib qo'yganman. Aniqmi? Xarajatini bersangiz, bugunni o'zi bitirib ketaman, doda. 15 so'm beraman. Bo'ldi. Kelishdik. Bugun obeddan keyin kelib, shunda simni tortib 40-10-25 tashlab ketaman sizga. Faqat 2 kunda yoqiladi. Ishonsam bo'ladimi? Ishonsangiz bo'ladi. Hali ading ketaman. Bo'ldi, doda, hop. Assalomu alaykum doda. Yaxshimisiz? O'z bolam. Hollaring yaxshimi? Olib keldim mana aytgan narsalarni hammasini. Bo'ldi. Men pulini tayyorlab qo'yganman. Bo'ldi, siz pulni olib chiqavering. Men sizdan tortib boshlayman o'sha. Bo'ldi. Sen boshlayver. Faqat o'sha nomer-a? O'sha nomer 40-10-25 bo'ldi. Men bo'ldi. Hozir pul olib chiqaman. Hop. Endi masjidga uchini boylab ketamiz. Hech kim bilmaydi mana. 2 kundan keyin meni amakim qidirib yuradilar. Hammasi bitdi. Simlarni akkuratni olib kelib, bu yoqdan tushirib qo'ydim. Hammasi akkuratni bo'ldi. Endi 2 kundan keyin to'shib yoqiladi. 2 kundan keyin o'sha aytgan nomeringiz 40-10-25 yoqiladi. Mana o'sha senga aytgan pul. Bo'ldi. 2 kundan keyin ishlasa bo'ldi. Ishlaydi, doda. Hop, sog' bo'ling, hop. Sobit aka. Qani? 40-10-25 2 kunda yoqiladi. O'g'lingiz menga topsin. Mana simlarni ham o'rnatib ketdi. Endi bu yog'iga 40-10-25 bo'ladi nomerimi? Bizlar uyda ham telefon bor endi. Xursand bo'ling, baraka topsin. Endi qo'shniga chiqib yalinmaymiz. O'zimiz uyda telefon bor endi bu yog'iga. Mana simni qarang, to'shini qarang mana. O'g'lingiz menga topsin. Mirza aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. 40-10-25 bo'ldi. Zo'r bo'pti. Yoqiladi 2 kun. Zo'r bo'pti. Ishlaganmikin a? Voy, hali ham ishlamabdi-yu bu a. Shu otasi ham yolg'onchi deb, bolasi ham meni aldab ketdi-yu. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hollaringiz yaxshimi? Bexos ko'rinmaydi. 2 kunda yoqaman dedi. Telefon yoqilmadi hali ham. Xursand qildimi? Bu qani chaqirib bir gaplashing o'zi bilan. Qachon yoqib beradi? Kelsa men gaplashaman. Nimaga bu yoqilmayapti ekan a? O'zi meni aldamaganmikan bu? O'zi bu qattiq ulangan ekan bu. Qattiq ulangan ekan oxir. Voy, yaramas. Bu daraxtning uchiga boylab ketdi-yu buni. Otasi ham aldoqchi edi. O'g'li ham aldoqchi bo'pti-da. 15 so'mga uxladim.